Assalomu alaykum. Men Qalandarova Dilnoza VIP o'quv markazida matematika fani bo'yicha yordamchi o'qituvchiman. Men asosiy vazifalarim o'quvchilarni daftarlarini, uyga vazifalarini tekshirish, chiqmagan misollarini ko'rib berish, testlarni tekshirish, fanni o'zlashtirishda qiyinchiligi bo'lgan o'quvchilarni, o'zlashtirishi past o'quvchilarni yaxshiroq tushunishini yordam berish. Asosiy vazifalarimdan yana biri o'quv markazimizda yangi kelgan o'quvchilarni bilimini tekshirish, guruhlarga qo'shish, qaysi guruhga, necha guruhga mosligini aniqlash, keyin uni guruhga qo'shilib ketishi uchun tushunmagan joylarini tushuntirish. Yordamchi o'qituvchi bilan ishlaganda o'quvchiga foydalari, o'quvchilar tushunmagan narsasini individual ravishda har bir o'quvchi alohida tushuntirib beriladi. Bizning o'quv markazimizda asosiy o'qituvchi darsni tushuntirib bo'lganidan keyin yordamchi o'qituvchi bilan qo'shimcha shug'ullanish darslari olib boriladi. Darsdan keyin qo'shimcha o'quvchilar bilan har xil mashqlar, turli xil o'yinlar o'tkazib shug'ullanamiz. Bizlardagi o'quvchilarni o'quv mashg'ulotlari tok kunlari bo'lsa yoki juft kunlari bo'lsa, u mashg'ulot bo'lmagan vaqtdan bemalol kelib yordamchi o'qituvchi bilan ishlashi, tushunmagan narsani so'rashi, shug'ullanishi mumkin.